Yana oydinlik kiritib ketaylik. Короче, 4 oy oldin operatsiya qilsa bo'lardi. Hamma yozayotgan kommentariya. 4 oy oldin mana Baxti degan sazrabchani nima men buni PR qilib chiqishim kerak. Men buni videoga olishim kerak. O'sha kuni Ozidopa, Munisa hammasi borganda ham hech kimga aytmasdan Mohinani uyini bilarkan, uyiga bostirib borib olgan. Shu Baxtiyor bo'ladi. Videoni chiqarib olgan ham shu Baxtiyor bo'ladi. Biz hamma yo'q qildik. Alloh xohlasa operatsiyaga Turkiyaga ketyapti deb shu intriga qilgan ham shu Baxtiyor ko't bo'lar ekan. Представляете? Nomerini bermasdan hammadan yashirib, Mohina menga top bering shu qizlarni, men o'zim qo'limdan kelgancha yordam beraman desa ham yo'q deb ozdopalar ham bilmagan, hech kim bilmagan. Короче, shu Baxtiyor hammadan передача qilaman, men televideniyaga olib chiqishim kerak buni deb hammadan yashirib yurgan, короче. Nomerlarni yashirib, kvartiradan olib qochib, Surxondaryoga ketdi, Qashqadaryoga ketdi, bular ketdi, uyiga ketishdi deb aldab, hammadan yashirib yurgan, короче. Bunaqa intriga qilib Ozdopani nomini yomonlab chiqaman deb передача qilmoqchi bo'lgan shu Baxtiyor bo'ladi. Boshida operatsiya doktor chiqdi-ku, intervyu berdi-yu, tipa yurib o'rgan, unaqa qilgan, bunaqa qilgan deb. Kecha men borib so'radim shu doktor haqida, shu doktorda operatsiya qilishmoqchi bo'lgan. Men buni bo'ynimga olmayman deb qochib ketgan bu doktor, trubkasini ko'tarmay qo'ygan. Ofisiga borsa kirgizmanglar deb medsestralariga, sekretariga aytgan, kirgizdirmanglar, men buni bo'ynimga olmayman, men qilmayman operatsiya deb. Endi chiqib olib hamma yo'lda intervyu beryapti. Shuni unutmanglar. Doktor qochib ketgan, bo'yniga olmagan bu operatsiyani. Endi bo'lsa Toshkentda ham qilsak bo'lardi. Bular Toshkentda qilmoqchi bo'lgan boshida. O 3 oy oldin Toshkentda qilmoqchi bo'lgan, Ozdop operatsiya qilib beraman deganda. O'sha 3 oy oldin operatsiya qilishmoqchi bo'lganda bu doktor qarich qilmayman, Toshkentda buni eplay olmaydi hech kim. Yo'q, kirgizdirmanglar, trubkasini olmay qo'ygan qarich. Shuni ham bilib olinglar. Hozir operatsiya bo'lyapti. Duoda bo'linglar, asallarim, go'zallarim, Instagram xalqi shuncha podдержка qildinglar. Duoda bo'linglar. Hozir operatsiyadan eson-omon chiqib olsin. Hammamiz duodamiz. Xudoyim xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Duoda bo'linglar. Operatsiya jarayoni ketyapti. Rejissyor Ahad Qayyum olib kelgan bu qizni syomkaga. Meni qizimni olinglar. Mana zo'r qiz, mashinani ham zo'r minadi deb Ahad Qayyum, rejissyorlar, operatorlar hech kim ko'tini ko'tarmadi. Shu ayol boshi bilan Ozdopa odamini jo'natib, klinikani ham to'ladi. Aeroportda chiqib $3000 ham berib yubordi. Lekin bitta erkak turib, mana men qilaman demadi shular. Ahad Qayyum turfirma besplatno menga putyovka qilib berdi, ko'timni zagar qilyapman, ko'timni junnini zagar qilyapman deb yuribdi dam olib. Hayron qolsa bo'ladi. Ayol boshi bilan Ozdopa sinisi yugur qilib, qaylar bizga bildirmasdan даже klinikani ham to'lab ketibdi. Hozir ayollar mard bo'lib ketyapti erkaklarga qaraganda. Erkaklar undan bunga to'ngaguncha Ozdopa kelib shap etib hamma rishat qilib ketdi, to'lab ketdi hamma yo'g'ini. Erkaklar o'tirib olib, men emas, rejissyor aybdor. Yo'q, Ahad Qayyum olib keldi. Ahad Qayyumni qizi endi narsa deya olmayman men. Doktorlar chiqib olib bizga kelishganda. Bizda operatsiya qilmadi, u qiz yuraverdi. Hamma erkaklarni qarasanglar operatsiya qilyapti. Ozdopa shunday chiqib, bilmaganim ming bor uzr, boshdan oxirigacha o'zim turaman dedi-da. Tap hamma yo'lda tap qilib to'lab, hamma yo'lda rishat qilib ketdi. Endi duodamiz deb o'tiribdi Ozdopa yozib. Duodaman eson-omon chiqib olsin operatsiyadan kutib o'tiribdi. U erkaklar chiqib даже Sabrina kechirasiz, shunaqa bo'lib qoldi deyishmadi ham даже. Hammasi operatsiya qildi. Doktordan to rejissyordan to operatordan to hammasi. Представляете? Eshityapsizlarmi? Eshitilyaptimi? Miting bo'lyapti. Biz sentrda turamiz-ku, miting bo'lyapti.
duoda bo'linglar. Hali operatsiya davom etyapti. Hali operatsiyadan chiqqani yo'q. Doktorlar hali ketgani yo'q. Orqa tomondagi suvagini ham qiyshiq ekan, bittasi pastda, bittasi tepasida. Uni ham suvagini boshqatdan kesishib, sindirib, boshqatdan to'g'irlashibdi. Endi oldi tomonda ginekologlar ham bor, proktologlar ham bor, короче. Hammasi harakat qilyapti. Уже в ближайшее время reanimatsiyaga olib o'tishadi. Kutib o'tiribmiz. Короче, operatsiyadan chiqdi, hammasi yaxshi, reanimatsiyaga o'tkazdirishyapti. Так что tabriklaylar. Все супер. Слава Богу. Hammasi yaxshi, hammasidan o'tib oldi. Esalomon. Hamma yo'q qilindi bittada. Go'zallikda operatsiyadan chiqdi. Shunaqa gaplar. Shu точкада meni ishim tugadi. Так что operatsiyadan esalomon chiqib olishini juda ham kutib o'tirdim. Shu bilan endi bu temaga точка qo'ysak ham bo'laveradi. Xudo xolasa. Juda ham kulgilik. Hamma istoriya qo'yib bo'lgandan keyin, hamma emotsiyasini ko'rsatib bo'lgandan keyin oxirida men bilaman. Так что operatsiyadan chiqdi, Xudoga shukr, hammasi joy-joyida. Hammasi go'zallikda. Endi только sog'liq. Oyoqqa turib ketishini so'raymiz. Shu bilan meni bu temada stop qilish paytim keldi. Esalomon chiqib oldi, reanimatsiyaga o'tadi. Hammasi go'zallikda. Xudoyim ol qo'lim desa, hozir reanimatsiyaga emas, xonaga olib o'tishar ekan. Xonaga olib o'tsa, men sizlarga oxirgi istoriyalarni qo'yib beraman. Operatsiya idealni bo'ldi, hammasi go'zallikda bo'ldi deb yozishyapti. Xudoga shukr, ming qatla shukr. Shu bilan endi sekin Sabilaxon oyoqqa turib ketsa, o'zini stranitsasida istoriyalar olib boradi. Men endi sekin bu temani yopish payti keldi, потому что hamma yo'q bo'ldi, ish bitdi, operatsiya bitdi, hammasi go'zallikda bo'ldi. Endi mazolit qilib, PR qilib, krutit qilishdi, уже hojati yo'q, hammasi go'zallikda. Hammasi zo'r, hammasi qoyil, hammasi go'zallikda. Bu situatsiya menga nima berdi, bilasizlarmi? Bu situatsiya menga возможность berdi. Men bu yerda juda ham kuchli представитель bilan tanishib qoldim. Juda ham kuchli, hamma больницадан xabari bor, hamma yo'qdan xabari bor. Любой точка miradan, любой odamni olib kelib, davolab, hamma yo'qni oyoqqa turgizib, yordam beradigan vrachlarni представители bilan tanishdim. Endi любой moment buni o'zbeklar uchunda men mana hamma yomon ko'rib, ko'tlar jamiyatimizda ko'payib ketyapti deb baqirib chiqyapti, lekin ammo men bundan to'xtamayman. Представитель bilan yaqinda proyekt qilmoqchimiz, xudo xolasa. Обязательно O'zbekistondan kelgan onkologiya kasalliklari bo'yicha ko'pchilik bu yoqqa tuqqani ham keladi. Shunaqa narsalarni ko'proq yoritib boraman, odamlarga yordam bo'lsin deb. Pot. Nimani o'rgandim bu yerda. Bu situatsiya olmaydigan operatsiyalarni bu yerga kelib, ko'p kasallarimiz hali mablag'i yo'q, puli yo'q odamlarni pul to'plab, yordam berib, bu yoqqa olib kelib, operatsiya qilib, o'zim ham qarashib yurgani возможность berdi bu situatsiya, bilasizlarmi? Endi qo'limdan ko'pchilikka yordam, bu представитель bilan birga ko'pchilikka qo'limdan keladi endi yordam berish. Qo'lim uzay